Распаковка chek. Assalomu alaykum. Bugun men siz bilan aynan o'quvchilarimning menga tug'ilgan kunimga sovg'a qilgan sovg'alarini raspakovka qilib bermoqchiman. Nima uchun aynan ularnikini? Chunki do'stlar, yaqinlar, oila a'zolari bular shunchaki borligimiz uchun ham yoki do'stimiz bo'lgani uchun, yaqinimiz bo'lgani uchun sovg'a qilishadi. Lekin o'quvchilarim aynan kursimda o'qib daromadga chiqib, natija ko'rgandan keyin xursand bo'lib, rozi bo'lib, boshqalar rozi bo'lmaydi demoqchi emasman. Boshqa insonga birorta foyda teganini sovg'asini olishi mazasi boshqacha. Aynan menga qaytaradi deb emas, menga ham qiladi deb emas yoki boshqa emas yoki uyalganidan emas, chin ko'ngildan chiqarib. Bugunlarning hammasini menga o'quvchilarim berishgan. Sovg'a, gul, e'tibor bu eng muhimi. Ularni har birini chiroyli qilib, shunaqa vazalarga solib chiqdim. Endi sovg'alarga o'tamiz. Birinchi sovg'amiz bu uzuv. Tili uzuv. Menga adashmasam 7-potokimning sovg'asi. O'zimni juda ham yaxshi ko'radigan Cartier brendimdan. Mazza qilib taqib yuraman. Rahmat kattakon qizlar, sizlar hammalarni yaxshi ko'raman. Mana bunisi o'rtog'imdan edi, ko'rsatib turaman, soat. Juda ham chiroyli. Aynan tug'ilgan kunim kuni menga yetishmayotgan narsani sovg'a qilib, qo'limga taqib qo'ydi. Rahmat kattakon. Davom etamiz. Bu adashmasam mana o'zimni Marjona degan o'quvchimdan oyoq kiyim kakras meni razmerim 38. Bilmayman razmerimni kimdan eshitishgan, lekin to'ppa-to'g'ri bergansiz. Rahmat kattakon, salim iloyim savdoyingizga baraka bersin. Tak. Keyingisi ham oyoq kiyim. Buni to'g'risini aytsam, qaysi o'quvchim berganlarini eslay olmadim. Rahmat kattakon. 39, meni razmerim o'zi 38-39. Bemalol agar uchi tor bo'lsa, shunaqa 39 kiyaman, uchi kengroq bo'lsa 38 kiyaman. Rahmat. Keyingisi bu bloknot 2025 kalendari bilan и ruchkasi ham bor. Firmenniy. Meni yozishni yaxshi ko'rishimni men o'quvchilarim biladi. Rahmat, salim. Matik. Davom etamiz. Bu yog'i уже sarpa bo'lib ketdi. Oh, kakras naboroli yurdim. Sizlarga endi mana shu kosalarda ovqat ichib ko'rsataman. Keyingisi yana bitta sarpa. Menimcha bu pastel bo'lsa kerak. Ajol ekan. Issiqqina yuring, kasal bo'lmasdan deb sizga rahmat asalim. Davom etamiz. Yana bitta ajol. Kattakon rahmat. 2 qavat qilib urab yotmayman, mayli, bittasini olib qo'ying. Xo'p, keyingi sovg'am bu ham mana o'rtog'imdan edi. Raspakofka ko'ramiz. Buni ko'rsatmayman. Nu, bunisini ochamiz. Hali o'zim ham ko'rmadim. Ko'ylak. Shunaqa asal, meni stilim. Rahmat asalim. Bu adashmasam Misrniki. Misrcha yozig'i bor. Yarashadi, chunki meni stilim o'zi shunaqa. Bijir-bijir. Rahmat. Bular mana sevimli o'quvchilarimni
o'zini rozi bo'lib bergan sovg'alari shuning uchun menga juda ham qadrli. Hammanglarga rahmat, hammanglarni yaxshi ko'raman. Sizlar hammanglar meni singlim, opamdek bo'lib qo'ygansizlar. Ilohim hammanglarni omadinglarni bersin. Sizlarni I love you. Xayr.